Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, YouTube ishqibozlari, motoblog ishqibozlari. Mana bugun xudo xolisa ikkinchi teplitsani haydashga keldik. Qulpinoyga joy tayyorlayapmiz. Kecha bo'tdi haydovdim. Boshida ko'k motoblogim qolgan. Hozir olib chiqib ketamiz. Bu yerda katta motoblogda haydadim. Bo'tdi endi limoni borligini hisobiga kichkina 173 dizelimizda haydayapmiz. Bosh rollarda o'g'lim Xusampo. Biz video qo'yamiz. Mana yerlar tobida suv qo'yilgan. Yaxshi, ba'zi sal namlik ham qilyapti. O'sha o'ti pichoqqa yig'ilib qolib, botishga qo'ymayapti xullas. Imkon qadar yaxshi haydashga harakat qilyapmiz. Assalomu alaykum bosib ketgan. Mana o'rtada o'tlar. Assalomu alaykum. Endi bu yerga Qulpinoyga keladi xudo xolisa. Video roligimizni ko'ringlar, kuzatishga davom etinglar. Qo'ldan kelgancha video qilaveramiz. Like bosinglar, kommentariy yozinglar. Biz video qo'yaveramiz. Hammaga omad, charchamaylar.